Non yopmaslik uchun endi sizda hech qanday bahona yo'q. Gaz pechi va suvsiz tovada osongina pishadigan nonlar yopamiz. Idishga iliqdan issiqroq 250 gramm suv quyib, 1 osh qoshiq shakar va 1 osh qoshiq droji solib, yaxshilab aralashtirib, ustini 10 daqiqaga yopib qo'yamiz. Droji reaksiyaga kirishib, ko'pirib chiqqach, 1 choy qoshiq tuz solib, yaxshilab aralashtirib yuboramiz. 5 yulduz birinchi navli unlardan keragicha elakdan o'tkazib, o'rtacha yumshoqlikda xamir qorib olamiz. Xamir qattiq bo'lib ketmasligiga e'tibor bering. 1,5 osh qoshiq o'simlik yog'idan quyib, idish chetlariga ham surtib, yaxshilab xamirga ishlov berib olamiz. Xamirimiz ustini yopib, oshirish uchun 40 daqiqa issiq joyga olib qo'yamiz. Oshib chiqqan xamirlarimizni teng 8 bo'laklarga bo'lib, dumaloqlab chiqamiz. Zuvalichalarni yog'langan tovamizga terib, ustini sochiqda yopib, yana 10 daqiqaga dam beramiz. Gazimizni eng pastki rejimiga tovamizni qo'yib, 15 daqiqa davomida faqat pastki qismini pishirib olamiz. Endi esa tepa qismini pishirish uchun pergamentni yopib, xuddi videodagi og'darib, yana 15 daqiqa tovani ustini yopib qo'yamiz. Pishirish jarayoni juda ham tez va oson bo'lgan ajoyib yumshoq nonlarimiz tayyor.